Biz singlim bilan yo'lga chiqdik. Aeroportda kimdir bir narsa berib boraman deb aytgandi. Biz bo'pti, mayli deb rozi bo'ldik. Lekin u sumkani ochsak, uni ichida ancha ko'p narsa bor ekan. Olsakmi, yo'qmi, xafa qilamizmi, yo'qmi deb turdikda, keyin u odamga yo'q, ola olmaymiz dedik. Voy, ketishdan oldin uje problema boshlandi deb yo'lga chiqdik. Shu fikr bilan ketdik, 12 soat uchib bordik va tushgandan keyin qarasak, siqilgan yuz bilan chiqib ketyapmiz. Men singlimga aytyapman, to'xta. Hozir shu yerda sen bilan o'zimizga qaror qilaylik, что mana shu yerdan chiqib ketar ekanmiz. Bizni har kuni hamma yo'llar ochiladi degan fikr bilan chiqib ketaylik dedi. Shunaqa chiqib ketdik. Boshqa davlatga borishimiz kerak edi, kemada borishimiz kerak edi. Va kema haydashni kerak bo'lgan joyga biz 7:30da kelganmiz, 8da haydab ketish kerak. Qarasak, biz